Mana azizlarim, davom etamiz. Musobaqamizning birinchi sharti bo'yicha eng kichik yoshdagi bolalar, ya'ni 7 yoshgacha bo'lgan bolalar birinchi shartimizni boshlab beryapti. Bular 150 metr masofaga yugurib kelish kerak. Juda ham qiziqarli o'tadi. Nasib bo'lsa, o'rinlar olib egallanib, munosib taqdirlanadilar degan umiddamiz. Mana tayyor bolalar. Start beriladi. Bolalar bilan ishlashni hayotdan qo'rqadi bolalar. Nasib bo'lsa bular yugurib qaytib kelishadi. Ikkinchi patok tayyorlanyapti. Keyingi musobaqaga tayyorlanishyapti. Hozir g'oliblar yugurib kelganini ko'rasiz. 1 daqiqada yugurib keladi degan umiddamiz. 150 metr. 150 metr. Mana hozir kirib kelishyapti. Aniqlab olamiz. Uchinchi o'rinlarni mana kelishdi. Marhamat. Mana azizlarim, musobaqa davom etmoqda. Bolalar musobaqasi o'tdi, endi maktab bolalar musobaqasi boshlandi. Bir oyoqda sakrab kelish 50 metrda. Qiziqarli bo'lsa kerak. Musobaqa yaxshi davom etyapti. Ob-havo ham shunga monand. Davom etamiz. Hurmatli tomoshabinlar, navbatdagi shart davom etyapti. Hozir mana zdaniya atrofida aylanib kelish 150 metr o'lchangan. O'shani hozir ko'ramiz boshlanishi. Ketdi, o'sha bu yoqqa aylanib kelishadi. Musobaqa juda ham qiziq davom etyapti. Mana birinchi kim? Birinchi o'rin, mana ikkinchi o'rin keldi, yugurib kelishdi. Mana o'tirgan holda, qo'llar bosh orqasiga qo'ygan holda 50 metrga yugurib o'tirib borib kelish sharti boshlanyapti. Bu eng qiziq shartlarimizdan biri.